Do'stlar, bugungi fasonimiz yangicha uslubda bo'lib, o'ta murakkab usulga professional yondashuv bilan uyimiz juda ham chiroyli, go'zal suratda kelgan. Negaligi sizlarga qiziq bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'ring. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Kamino usta Abdulloh 17 yillik tajribaga ega tunikasoz mutaxassisimiz. 6 yildan ichida respublika bo'ylab 400 ga yaqin mana shunaqangi katta xonadonlarda patologlarini juda ham chiroyli, muvaffaqiyatli tunikafon qilib o'z egalariga topshirib kelmoqdamiz. Azizlar, navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Jonboy tumani Samarqand mahallasida Nusratulloh hoji akamizning uylarini ham xuddi shunday chiroyli tunikafonlarni qilib tugatganmiz va ushbu videorolikimiz haqida sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Videoroliklarimiz kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Havas qilganlar bepul likelardan bitta bosib qo'yinglar. Havas qilganlarga bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Hali ham obuna bo'lmasa bizni kuzatyapsizmi? Baraka topinglar. Obuna tugmachasini shunday bosib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bizlarga esa katta motivatsiya bo'ladi. Biz esa boshladik. Azizlar, avval aytganimizdek, bu tunikafon juda noodatiy bo'ldi, murakkab usulda bo'ldi. Har qanday usta ham qila olmaydi deganimizning sababi bu bejizga emas, chunki mana ko'cha qismimizda umumiy uzunligi 26 metrni tashkil qiladi va bu 26 metrda o'ziga 34 ta tunikani burchagi bor. Sanishlari ham bitta burchak deb sanalganda, ana shu joyda o'ziga jami 34 ta burchak bo'lgan. Bu burchaklarda ichida eng e'tiborli jihatlaridan biri mana bunaqangi avalni ketgan joylari ham bor, yumaloq ketgan joylari ham bor. Ana shu narsalarning hammasi 34 ta burchak tashkil qilgan. Haqiqatan ishimiz yangicha fasonda bo'lgan, juda ham chiroyli, murakkab joyga nodir uslubda professional yondashuv bilan bizning yigitlarimiz mana shunaqangi holatda tunikafon ishlarini qilib tugatdik. Uyimiz haqida gapiradigan bo'lsak, uyimiz hozirgi kunda moda bo'layotgan qop-qora kafillarimiz, sokullarimiz qop-qora bo'lgan, kafildan qilingan va faqat bu qopqoqchasiga toshdan qilingan, granit toshdan qilingan, tarsovka qilingan va devorlarini esa traventindan qilingan va traventinni usti aka-ukalarimiz blisklarni juda ham chiroyli suratda tugatgan. Azizlar, biz bu uyda sokolini, traventinni qilmaganmiz, lekin tunikafonlarni qilganmiz. Uyda egasi shunaqangi bir didli inson, juda ham chiroyli, eng premium klassda xohlaydigan va sifatli narsani qadrlaydigan inson. Har bir ustani chaqirganda, qildirganda eng tozasini, eng sifatli narsalardan foydalangan. Haqiqatan uyimizda nima deydi, 1 dan 10 gacha bo'lgan balik sistemada ustalarning mahoratini baholab oringlar. Har xil bekerak narsalarga like bosadi juda ko'pchilik. Mana haqiqiy ustalarning mehnati san'at asari darajasiga chiqqan deganlar 10 ball qo'yib oringlar. Agar o'rtacha qo'yganlar 5 ball qo'yib orasizlar. Bo'lmasa, ichkarisiga qiziq bo'lsa, qani ichkariga ketdik. Qani uyga marhamat. Tashqaridan ushbu uyga kirar ekansiz, juda ham chiroyli dizaynda qilingan tashqi fasad ishlari insonning ruhiyatiga, kayfiyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shunaqangi atmosfera sizni ota-onalaringizning kayfiyatiga, ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Havas qilgan insonlar bormi? Kommentariyaga havas qildim deb yozinglar. Alloh sizlarga bundan ham zo'rlarini yetkazsin. Ushbu uyimizni pastdagi kafillardan boshlayotgan bo'lsak, kafillari ham 30 ga olmishlik kafillardan kulrang va o'rtalariga qora kafillardan qo'yib, mana shunaqangi juda ham chiroyli dizaynda qilingan. Bundan tashqari sokullari qora kafildan qilingan. Devorlarimiz esa traventin qilib, juda ham chiroyli suratda traventin qilib, burchaklariga mana bu yerlariga tagalar qo'yib ketilgan. Mana bu gullar bilan bu narsa uyda yana ham ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Azizlar, patologlarga e'tiborlarini qarataman. Ushbu patologlarimizni, tunikalarimizni qanligi 0.35 lik tunikadan bo'lgan. Juda ham chiroyli suratda kaziroklar taglari ham tunikafon qilingan. Devorlar baland bo'lganligini hisobiga yana ham chiroyli chiqqan. Uyimizda bu tarafida ham burchaklari juda ko'p. Har bitta burchakka mehr bilan, o'zgacha professional yondashuv bilan uyimiz mana shunaqangi go'zal suratga kelgan. Har bitta dizayn, har bitta fasonda o'z o'rnida juda ham chiroyli qilishlik bilan uyimiz mana shunaqangi fayzli, bir nurli xonadon bo'lgan.
havas qilganlarga Alloh taolo bundan ham ziyodasini yetkazsin. Bizda o'zbek xalqimiz juda ham mehnatkash xalq. Haqiqatan har bir o'zbek xalqi mana shunday uylarda yashashlikka loyiq deganlar kommentariyada o'zlarining fikrlarini bildiringlar. Azizlar, endi yana ishga qaytamiz. Ushbu ishimizda tunikafonlarni ko'rib turganlaringizdek oq rangda qilganmiz. Qalinligi 0.35 tayda metall profilga tunikafonlarimizni o'rnatganmiz. Bundan tashqari bu uslub azizlar alikafon fasonlari bor edi. Xuddi shu alikafon fasonlarga birga bir chiqishlik uchun biz qattiq e'tibor qilganmiz. Mana bu ishlarimizni ko'rib baho beringlar. Biz 6 yil mobaynida 400 ga yaqin mana shunaqangi katta xonadonlarda muvaffaqiyatli tunikafon qilib tugatdik. Agar sizlarga ham mana shunaqangi professional ustalar, haqiqatan o'ziga yarasha tajribasi bor, katta uylarda, nozik fasonlarda ham chiroyli suratda qilgan ustalar jamoasi, qadriyatli ustalar jamoasi ishlari sizlarga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bizning manzilimiz Samarqandda joylashgan, xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.